shuncha mehnat qilib ketdi, zo'r pul tushadigan joy edi. Mikrofonni o'rtagashga berdimda, shu bor, ha desam, aytingman deydi. Nimaga desam, Hasan onalar ayollar o'tirgan stolga qarang dedi. Shuni ayollar o'tirgan stolga qarasam, stol ustida aroq ham bor, konyak ham bor, vino ham bor. Ichib o'tirishib xotinlar. Ha desam, mana aroq ichgan xotinlarga ona haqida shuni aytaman aka deydi. Men aytdim, qaytanga tezroq yig'laydi-ku dedim, yaxshi emasmi dedim. Aytolmaysan, senga nima farqi bor dedim. Sen qo'ying aka deydi. Ustozimni qo'shig'ida deydi aka deydi. U qo'shiqni orasida hokipoyingizni ko'zimga suraydigan joylari bor aka deydi. Bu onaxonni qarang, hokipoyda bo'sh butilka turibdi aka deydi. Rostalab ichib o'tirishibdi. To'ydaga aytdi, keyingi davraga chiqqanda dedi, yurib gapiring, odamlar ichiga kirib gapiring dedi. Haqiqatda keyingi davrada ayollar tomonga yuribsa-ku o'tsam, xotinlar bir ikkitasi kayf bo'lib qolgan. Voy, ayollar kayf bo'lsa ham shirin bo'lib qolar ekan-a. Tasqib qiz bo'lib qolgan. Men anekdot aytyapman, menga qarab. U gapatyapti o'ylayapti meni. Menga farq yo'q-da. Opa. Ichdingizmi? Ichganim yo'q. Qizarib ketibsiz. Pivo ichdim deydi. Meni kechirasizlar edi, erkak kishini ichgani qanaqa xunuk ko'rinsa, ayol kishini ichgani undan 5 bat 100 barobar xunuk ko'rinar ekan. Meni kechirasizlar, mana men ko'rgan narsamni aytyapman-da, juda xunuk ko'rinar ekan bu holat. Ha, shunaqa to'ylarimiz ham bor.